yoshligini saqlab qolish 100% bo'lmaydi. 35-37 yasharli ayollar keladida, yuz osilyapti. Mana mamlarim osilyapti deyshadi. Bu yer tortish kuchi, ptoz deyiladi. 35 yoshdan keyin ptoz alomatlari boshlanadi. Nega? Chunki bizning mishsalarimiz, yuzdagi mishsalar faqat bitta taraflama suyakka bog'langan, qolgan joylari teriga qo'shilib ketgan. Shuning uchun ikkita taraflama ushlab turadigan mishsalar narsa yo'q bo'lgani uchun u osilishni boshlaydi. Plus yana yer tortish kuchi. Bu gravitatsionniy ptoz. Hammada bo'ladi. Kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq bo'ladi. Uni lecheniasi bir nechta etaplardan bo'ladi. Unga nits qo'ysa bo'ladi, botoks bilan ko'tarsa bo'ladi, periutilizatsiya preparatlari bilan ko'tarsa bo'ladi, agar aktivniy tochkalarga urib o'sha qilib chiqsa. Yoshligini saqlab qolish 100% bo'lmaydi. Chunki Alloh berilgan narsa bu bizga ne'mat, baribir ptoz bo'ladi.